Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz. Navbatdagi Cobalt mashinamizni ochishni boshlab olganmiz. Bu mashinamizda avtol rasxod ko'payib ketgan, ya'ni qaltirab ishlatgan motorimiz. Mana Cobalt mashinamizni ham yig'ishdan boshlab olganmiz, xudo xolasa. Ichlari ham chiroyli, juda ham go'zal holatda yig'ilyapti. Hamma joylari toza. Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz. Mana Cobalt mashinamizni ham motorlarini yig'ib, joylariga joylab olganmiz. Xudo xolasa bu kishini ovozlariga, tozaliklariga o'zingizlar baho berasizlar. Keyin mana shu mashhur atirkamizni ham, qani, buni ham sizga bir joylab ko'ramiz. Xudo xolasa, motorimiz qimirlamay, soatday ishlab turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga Asmotorsga murojaat qilishingiz mumkin. Motor, hadovi, siplina ishlari bo'yicha. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Kommentariyani ham olovchilardan bosib qo'yamiz. Va Cobalt haydaydigan yaqinlarimizga, motor qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz.